Hammaga assalomu alaykum do'stlar, sizlar bilan men Volley FC. Ko'pchilik mendan FK Mobile Beta qachon deb savol berishardi va nihoyat akalar, FK Mobile Beta yana qaytdi va uni hozir yuklab olishni ko'rsataman sizlarga. Xo'p, bu videoga albatta like bosib, menga obuna bo'lib qo'yinglar. Biz esa boshladik. Birinchi navbatda sizlar Play Marketdan mana bu VPN ni yuklab olishinglar kerak bo'ladi albatta. Bu VPN ссылкасini men o'zimning Telegram kanalimda qoldiraman va albatta Telegramga o'tish uchun esa bu video opsioniyasida yana bitta ссылка qoldiraman. O'sha ссылка orqali Telegram kanalimga o'tasizlar va bu VPN ni sizlar yuklab olishinglar kerak bo'ladi akalar va Kanadani qo'yasizlar akalar. Kanadani qo'yib sizlar bunga ulanib olasizlar akalar. VPN ga ulangandan so'ng va albatta sizlar Play Marketga o'tasizlar. Sizlarda mana shu narsa chiqib turgan bo'lishi kerak akalar. Настройки общие va undan keyin akalar account и страна, ya'ni davlat. Davlatni sizlar 100% Kanadaga o'tganni amin bo'lishinglar kerak bo'ladi akalar. Bo'lmasa O'zbekiston deb mana bunaqa narsa chiqib turishi mumkin. Agarda shu narsa chiqib tursa akalar, sizlarda O'zbekiston deb ko'rsatilib tursa, sizlarda FK Mobile Beta chiqmaydi Play Marketinglarda. Hozir FK Mobile Beta deb yozamiz va mana akalar ikkinchi bo'lib eSports FK Mobile Beta ранний доступ. 10 milliondan ortiq odam уже buni skachat qilgan va sizlar ham shu yuklab olasizlar va kutasizlar akalar yuklab olishini. VPN ni o'chirmaysizlar, aslo o'chirmanglar akalar. VPN ni o'chirsanglar, to'g'risi to'xtab qolishi mumkin. Buni yuklab olgandan so'ng, to'liq yuklab olgandan so'ng VPN ni o'chirmay turib ichiga kirasizlar akalar. VPN ni o'chirib yuborsanglar, sizlarga отказ beradi va sizlarni kirizmaydi bu FK Mobile Beta ga. Va hozir biz kirib olamiz va albatta eSports bu beta versiyasida o'kilishilar juda ham ko'p narsalarni oldindan ko'rib olsanglar bo'ladi. Ya'ni FK Mobile Beta bu o'zi dostup hisoblanadi akalar. Dostup nimaga? FK Mobile Beta'da yangi narsalar qo'shiladi. FK Mobile dan ertaroq FK Mobile Beta'da bu narsalar qo'shiladi. Masalan, freestyle sizlarga aytgandim. O'sha narsa birinchi FK Mobile Beta'da test qilinadi va undan so'ng FK Mobile da yangilanish kelib, u narsa qo'shiladi. Ko'pchilik eng ko'p xato qiladigan narsa mana shu bo'ladi akalar. Bu narsada ko'pchilik xato qiladi va FK Mobile Betaga kirolmaydi. Bu narsada akalar 20 yoshdan tepa qilish kerak, bo'lmasa kirgizmaydi eSports. E'tibor beringlar, men VPN ni o'chirganim yo'q. VPN ni o'chirsanglar sizlarni ichkarisigacha kirgizmaydi. To'liq ichiga kirib olgandan so'ng VPN ni o'chirib bemalol o'ynasanglar bo'ladi. Ungacha esa albatta VPN bilan kirish kerak bo'ladi akalar. Xullas, FK Mobile Beta bu ранний доступ, ya'ni yangi narsalar oldin betada test qilinadi, keyin esa FK Mobile ga qo'shiladi yangilanish kelib. Va FK Mobile Betada Play Styles degan narsani konsol versiyasidan eSports FK Mobile ga qo'shishdi va hozir siz buni test qilishingiz mumkin. FK Mobile Betani yuklab olib, FK Mobile Betada sizlarga to'liq tarkibchani berishadi. Tarkibda 3 tadan oshiq o'yinchida Play Styles bo'ladi. O'sha Play Styleslarni sizlar test qilib o'ynashinglar mumkin. Masalan, qanaqa Play Styles? Trivella uchun okalar, Trivellani uzoq masofadan tepadigan Play Styles bor. Yana tez yuguradigan, tezkor dribbling, shunaqa narsalar okalar. Xullas, juda ham qiziq narsalar bor Play Styles. Va albatta GUISni bosasizlar, bundan boshqa knopka yo'q bu yerda akalar, tugmacha yo'q. Xo'p, buni bosgandan so'ng sizlarda hozir nick yozish chiqadi akalar. Nickni yozasizlar, undan keyin sovg'achani olasizlar. Sovg'achada akalar hozir juda ham zo'r pak bo'ladi akalar. Albatta zvukni pastroq qo'yaman. Zvuk o'zi bu yerda musiqa bo'ladi akalar. Xo'p, hozir aylanib o'tdi, загрузка bo'lyapti. Albatta bu VPNda sal sekin ishlaydi hamma narsa. Xo'p, hozir biz albatta nickname nokalar Volley FC deb yozamiz albatta va hozir
uni yozamiz akalar. Nickname yozasizlar, albatta men Volley FC deb yozaman bu yerga. Xo'p. Va hozir bizga pak berishadi akalar. Mana Playstyles beta. Welcome to Playstyles on mobile. Ajoyib akalar, ajoyib. Playstyles o'zi konsol versiyasidan olingan va mana 54 ta o'yinchi beradigan pak. Bu juda ham zo'r akalar. Hozir buni ochamiz albatta. Ketdi unda akalar. Pak. Xo'sh, Walkout Cuphead Legendsniki bu Striker, hop. Geroy, xo'sh. Bu akalar kek yo'l ekan, akalar full rank up berilib juda ham zo'r akalar. Trenirovkasi ham 30 ta mana akalar. David Beckham, Nedved hamda Zidanda Playstyles bor ekan. Tepada znachoki bor va eng pastda Bruno Fernandesda ham bor ekan Playstyles. Va hozir biz tarkibchaga o'tamiz. Tarkibchada barcha o'yinchilarni ko'rib, Playstyleslarni yaqindan tanishib olamiz akalar. Badge sovg'acha bor ekan akalar. Xo'p, uni hozircha bizga ochib berishmadi. Dostov albatta o'ynash kerak. Bu yerdan level bor akalar. Levelni kuchaytirsanglar ko'proq funksiya ochiladi. Va mana tarkibcha akalar. Mana tarkibcha biz hozir mana bu Beckham, Zidane hamda Nedvedlarni qo'yamiz. Playstyles albatta bu juda ham zo'r narsa. Ko'pchilikka bu albatta yoqishi kerak akalar. Xo'p, Zidane imzoli, Nedved imzoli va hozir biza ko'rib olamiz skill pointni ham joyini almashtirishibdi. Qulayroq bo'ldi menimcha. Oldin sizlar boshda statlarni ko'rib, o'tda skill points bor edi akalar. Hozir esa to'g'ridan to'g'ri skill pointni bosib kuchaytirgich bersanglar bo'ladi. Mana Playstyles degan joyi hozir yangilandi va hozir ko'ramiz akalar. Tiki taka, mana akalar, Tiki taka. Power shot. Oho. Bu juda ham zo'r akalar. Playstyles va albatta o'zini naviklari ham bu yerda turibdi. Hech qayerga ular ketib qo'ygani yo'q. Playstyles butun tarkibchaga ishlaydi menimcha akalar. Tiki taka yoki yo'qmi? Xo'p, mayli test qilib ko'ramiz albatta. Sizlar ham test qilsanglar bo'ladi. Bemalol buni yuklab olib, mana qanday qilib yuklab olishni sizlar bu videoda ko'rdinglar. Va albatta bu video sizlarga yoqqan bo'lsa, bu videoga like bosib, menga obuna bo'lib qo'yinglar va qiziqarli narsalarni FKM bo'yicha to'liq ma'lumotlarni o'tkazib yubormaslik uchun mana Telegram kanalimga ham obuna bo'lib qo'yinglar. Albatta, ssilkasi opsiyaniyada bo'ladi. Va men sizlar bilan Volley FC bo'ldim. Keyingi videolarda ko'rishguncha xayr, sog' salomat bo'linglar.